Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Unigus kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi 15 kilovatli Nijniy Garena katolimiz tayyor bo'ldi. Bu katolimiz 100 kvadratdan 150 kvadrat joyga mo'ljallangan. Ozgina o'zgartirishlar kiritganmiz. Bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Narxlari bilan katolimizga komplekt 40 litrli расширительный baki bor, qurumlarni tozalaydiganlari bor. Shu holatda 9,5 millionga tayyor bo'ldi. Hozircha shunaqa chiqyapti narxi. Bu joyga kontroller qo'yilgan, gradus shu joydan boshqariladi. O'chishini 70 gradusga qo'yib qo'yganmiz, yonishini 45 gradusga. Oraliqni ham sozlab qo'ysanglar bo'ladi bu kontroller bilan. Termometr qo'yilgan, gradus ko'rib turgani. Zirno klapan qo'yib ketganmiz, 3 barlik. Mabodo avariyli holat bo'lib, расширительный bak muzlab qolsa, shu zirno klapan otib yuboradi. Pastki eshigiga ventilyator qo'yib ketganmiz. Klapani bor. Qasanga qilingan. O'chgandan keyin to'liq yopilib qoladi, havo tortmasligi uchun. Yonganda shu holatda kuldon qilingan, katta qilib, chuqur qilib kulini eladigan mexanizm qilib ketganmiz. Topkasi bu joyi ko'mir shu yerdan zapravka qilinadi. Ko'mir sig'imi 40 kilodan 50 kilo, 55 kiloga doğru ko'mir sig'adi. Ko'mir diri maydaligiga qarab kulini eladigan mexanizmimiz. Birinchi holatda ishlashi tormoz qilingan. 10 soat, 15 soatda bir qimirlatib qo'ysanglar, shu holatda kullari pastga tushib ketadi. Mabodo shilaq, toshlar chiqib qolsa ko'mirni ichadi oldiga tortsanglar, tormozdan chiqarib, reshotkani orasi katta ochiladi. Kuldonga tushadi. Shu holatda ishlaydi. Klapan qilingan, ko'mirni betiga gaz to'planib qolsa, dimoxodga o'tkazib yuborgani shu joydan ochilib yopiladi. Tutmasligi uchun nerjivega zagrushka qilib qo'yganmiz. Azizini shuni o'rab shu holatda termostokka kabellar qo'yib, nerjivega gofriga montaj qilib qo'yganmiz. Bu joyi teplamenilar tozalaydigan joyi. 10 mmli отбойный list qo'yilgan. Issiq eshikka urib yubormasligi uchun. Bu yerda shaxtadan, bu yerdan birinchi shaxtadan chiqib turib, bu yerga kirib ketadi. Teplameniga aylanib o'tib, dimoxodga o'tib ketadi. Shu holatda teplamenilar tozalaganinglardan keyin shu joydan kichkina eshik qilib qo'yilgan, qulaylik bo'lish uchun qurumlarni, axlatlar shu joydan ovoriladi. Rolilar, zamovlari ham zavodskoy zamov qo'yilgan, nerjivek bo'ladi. Ruchkalari ham bo'shab qatiydi. Az bizning iplar rossiyskisidan qo'yilgan, 1,5 ming gradusga chidaydigan germetikalarga o'tkazilgan. Ko'chib joyidan muammo bo'lmaydi. Ikki tomondan ham ligirovka bo'ladi hamma eshigi. Mo'risi dimoxodi shu joydan tozalanadi. Qopqoq ochiladi, yopilib kulni qovori yana joyiga qatirib qo'ysanglar bo'laveradi. Shu holatda padacha qo'yilgan 32 lik. Abratga 32 lik patrubka qo'yilgan. Bu yerga tent tushadi. 20 lik slif qo'yib ketganmiz. Suvni shu yerdan to'yib zapravka qilsanglar ham bo'laveradi. Kraskalar, tay tomonlari 1000 gradusga chidaydigan termostokka kraskada kraskalangan. Kimga shunaqa katollar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Manzilimizni tushuntirib o'tib ketaman. Manzilimiz Andijon tumani Zelenomostda joylashgan svarka seximiz. Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib ketinglar. Ozgina ajratgan vaqtinglarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.